Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun 31-dekabr 2025-yilning eng oxirgi sanalarida ham turgan ekanmiz. Avvalambor hammalaringizni yangi yillar bilan tabriklaymiz. Ko'p kelayotgan yangi yil barchamizga sihat, salomatlik. Mana Xudo xolasa bizda tayyorgarliklarimiz bor. Biz kutib olish jarayonidamiz. Hammalaringizga yana bir bor ko'p kelayotgan yangi 2026-yil hammamizga tinchlik, totuvlik, ishlarimizga esa muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Kimnidir nimaki niyat qilsa, albatta amalga oshsin deb qolamiz. Hammalaringizga mana shu ko'p kelayotgan 2025-yilda ushalmagan orzularimiz 2026-yilda ushalsin. Inshaalloh hammamizda topganimizga baraka bo'lsin, topganlarimiz to'ylarga bo'lsin. Mana shu o'zbek xalqi bilasiz, o'zbek xalqimiz bolajon xalq deyshadi. Topganimiz to'ylarga bo'lsin. Inshaalloh hammamizda yaxshi kunlarda xuddi mana shunday dasturxonimiz to'kin, sochin bo'lsin. Hurmatli obunachilarimiz, biz esa sizlarni yana 2025-yil eng oxirgi nuqtalari bilan ko'rib turganimizdan tabriklaymiz. Hammalaringizga yana bir sihat, salomatlik, ishlaringizga esa muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bu bizni Turkiyadagi hayotimizdan olingan bu video bo'ldi. Biz uchun 2025-yil uchun maxsus esdalik uchun bu videolar olyapmiz. Avvalambor mana shu bizni qo'llab turgan barcha obunachilarimizga, bizni uyda egalariga, mana shu qo'llab turgan barcha yaqinlarimizga o'z minnatdorchiligimizni tilab qolamiz. Avvalambor hammalaringiz uchun e'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmatulloh Sharif kanali sizning xizmatingizda, qo'limizdan kelgancha sizlarning e'tiborlaringizda xizmatdamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir 2025-yil yakuni va 2026-yil hammamizga qutlug' va omadli bo'lsin. Barchangizning 2026-yil muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Rahmatulloh Sharif. Omon bo'linglar.